Burxon aka, Hoy, odam pul topib maza qiladimi yoki uni ishlatib maza qiladimi? halol topgan pulni joy-joyiga ishlatib maza qiladi uka. Aka Tunikafon necha pulga bitganini aytmadingiz-ku? Uka bu xonadonimizga 95 kvadrat Tunikafon ishlatdik. Ko'cha shapkalariga 25 metr besti ta'minlov sumka qilib berdik. Shunda bu xonadonimizga 14,5 million so'm pul ketdi. Sizlarga ham shunaqa Tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqib buyurtma bersanglar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar.